Assalomu alaykum. Yana bir bor chorbesh qog'ozlari, yana bitta arzon narxda o'rtoqlar. 3 ta narsa desam nima deysizlar? 3 ta narsa o'rtoqlar, ikkinchi turish. Mol qop-qora, qora saqich. Qaranglar, mana o'rtoqlar. Nuqsoni yo'q. To'rt tomon joyda. Suyak ham o'ta go'zal holda. Ayrim bir akalarimiz uchun videoda kichkina ko'rindi, unaqa bunaqa deganlar. Kelib ko'rib olavering. Mol haqiqatdan unaqa siz aytayotgan kichkina molchalardan emas. Mahsulotni aytasizmi? O'rtalar mana 4 tomoni joyida. Mol sog'ib olingan holatda mana. Mana o'rtoqlar. Mana o'rtoqlar. 4 talazlam sut farillab chiqaveradi. Molning nuqsoni bo'lsa 5 litr 6 litrdan kam sut bersa, olib kelib beraverasizlar. Bolasi qancha deysizmi? Bolasi ro'pa-rosa 1 oylik bo'lgan ekan. Akalar, xo'p. Sizlar uchun arzon narxda shoshiling. O'ylab turinglar narxini. Onasi, bolasi ro'pa-rosa 14 kunda to'lganda buqatalab bo'lgan ekan. Qo'yib qo'ygan ekanlar. Bolasi hozir 1 oylikdan bo'p 1 kunmi 2 kun o'tgan ekan. O'zi yiqilsalar 15 kunlik bo'g'oz qochibdi debdilar. 15 kun 16 kun bo'pti, yangi qochibdi deganlar. Shunaqa deb xullas o'zi yiqilingan mol bo'g'oz 15 kun atrofidagi, bolasi 1 oylikdan 1 kun o'tgan, ikkinchi tug'ish, tishi 6 kurak, mol 5 litr 6 litr sog'ib olingan. Ikkita emchagidan o'rtoqlar, ikkita so'skasidan deydi-yu. Ikkita so'skasidan mana o'rtoqlar. Qorong'i chiqib qoldi, xafa bo'lmaysizlar. Bu tomonni ham hozir yorug' qolib ko'rsataman. Molning gavdasi juda ham yaxshi. Unaqa sizlar o'ylagan kichkina mollardan emas. Orqalari ham joy-joyida. Mana o'rtoqlar, tagi bo'm-bo'sh sog'ib olingan holatda. Mana o'rtoqlar. Enasi bo'g'oz. Xo'p. Enasi 15 kun bo'lgan, qo'yib qo'yganligi. Xo'p. Dehqon akamizning aytishlari bo'yicha, lekin o'z ichiga telefon qilib ham so'radik. Haqiqatda shu adresda shu mol tekshirdingizmi? Shunaqa debsiz desa, haqiqatdan ha to'g'ri dedilar. Eslatib o'tamiz, manzilimiz Namangan viloyati Chust tumanida. Qop-qora idishlari oqidan deganlarga ikkinchi tug'ish, bolasi xunajin. 6 tish 5-6 litr sutiga garantiyasi bor. Mol suti tepsa, suti yoqmasa qaytarib olinadi. O'rtoqlar, bo'g'oz 15 kunlik, lekin bu ham Allohdan aslida. Lekin biz to'g'ri gapirib sotamiz, bilasizlar. O'rtoqlar, biz har bir videoda konferensiya qilamiz. Bizdan arzonni topganga molimizni shuna pul bermasdan olib ketaveradilar. O'rtoqlar, haqiqiy paroda, bolasi ham ko'ryapsizlar mana. Orqa boshlari chiroyli. Bunaqa sizlar o'ylagan darajada yomon buzoq emas. So'skalari ham yaxshi. Bola shoxlari ham juda ham go'zal holatda kelishilgan. O'rtoqlar, mana bilamiz o'rtoqlar. O'tomini ham svetga to'g'rilaydigandim. Mana svetga o'rtoqlar. Mana. Eslatib o'tamiz, manzilimiz Namangan viloyati Chust tumanida. Narxini o'ylab turibsizlarmi? Telefon raqamlarimiz 97 kodi bilan 033 03 16 raqamlariga telefon qilishlaring mumkin. Telegram, WhatsApp barchasi bor. Shoshilamiz, faqat shoshilamiz o'rtoqlar. Ayrim bir akalarimiz kech qolib ishonmayaptilar videomizga. Mana telefon qiling. Mol albatta sizniki. Narxini o'yladilaringmi? O'tgan safar necha pul dedim? 18 million dedimmi? 3 ta narsa ekanmi? Sizlar uchun 18 milliondan yana 500 ming ekan. Naqd sana berilganiga shuni olib ketiladi. Shu moldan 1 so'm foyda bo'lgan bo'lsa, gaplashaveramiz deb bo'yjoyda o'rtoqlar. Biza molni joy kelsa zararliga olgan narximizdan shuni olib kelib turib kaniga qo'yamizki, hech qachon foydaga qo'ymaymiz. Sababi YouTube'imizdan biz va'da berganmiz. Unaqa ko'p foyda olmaymiz. Oz olamiz deb, faqat arzonni qo'yamiz deganmiz. Liboy bozoringizga chiqing, 12 ta viloyat bo'lsa 12 tasida. Shu molni agar 17,5 million so'mga bersa, shu molni pul bermasdan yetilab ketaverasiz. Mol o'ta go'zal holatda, govdasi ham, rangi ham, bolasi ham. Sizlar uchun Lutfulla Molla kanali podpiska va layk bosish esdan chiqmasin. O'rtoqlar, shoshilamiz. Hali ham qarab o'tiribsizmi? Chorvesh qog'ozlariga borib qo'ying. Mana men arzon sotaman deganlarga. Konferensiyaga Liboy joyda chiqaveramiz. 12 ta viloyatda, 12 ta viloyat ichida blogerlar bilan.